Donald Tramp Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmonga nisbatan ochiqchasiga haqorat qilishga o'tdi. He didn't think he'd be kissing my ass. He really didn't. He thought he'd be just another American president that was a loser. Yaqinda Miami shahrida bo'lib o'tgan investitsiya forumida AQSh prezidenti o'zining o'ziga xos diplomatiya uslubini namoyish etdi. Shahzoda bilan shaxsiy munosabatlarni a'lo deb atab, shu zahoti uni ommaviy ravishda obro'sizlantirishga o'tdi. He would grab me all the time. And I said, I think he likes me. And he did like me. Tramp 2025-yil bahorida Ar-Riyodga qilgan tashrifini kesatish bilan eslab, Bin Salmon o'zini ko'rsatishga urinib, uning qo'lini qo'yib yubormaganini ta'kidladi va shahzodani noqulay ahvolga soldi. Prezident Tramp keskin fikr bildirib, 1 yil oldingi Saudiya Arabistoni o'lik mamlakat deb atadi va u faqat Trampning siyosati tufayli dunyoning eng qaynoq nuqtasiga aylanganini iddao qildi. Eron bilan urush masalasida Tramp ochiqchasiga shunday dedi: "Shahzoda bu urush boshlanishiga ishonmagan edi va mening kechirasiz orqamni o'pishga to'g'ri kelishini o'ylamagan edi. U omadsiz prezidentga umid qilgandi, lekin endi u men bilan xushmuomala bo'lishi majbur." Bu hayratda qoldiruvchi so'zlar ortida qat'iy moliyaviy manfaat yotibdi. Tramp amalda Ar-Riyodga hisob taqdim etdi. Uning asosiy talabi shundan iboratki, AQSh himoyasiz qirollik bir hafta ham chiday olmasdi. Demak, u xavfsizlik soyaboni uchun o'z daromadlariga mutanosib ravishda pul to'lashi va to'liq itoatkorlik ko'rsatishi shart. O'zining Vision 2030 strategiyasi orqali mustaqil yetakchi qiyofasini yaratayotgan Bin Salmon uchun bu suverenitetga berilgan qaqshatqich zarba bo'ldi. Oq uy mantig'iga ko'ra, endi Saudiya Arabistoni shunchaki qaram mijoz bo'lib, uning taqdiri butunlay Amerika prezidentining xohish irodasiga bog'liq. Ushbu sonda biz nafaqat janjalning o'zini, balki uning mintaqaga uzoq muddatli ta'sirini ham tahlil qilamiz. Davom etishdan oldin kanalimizga a'zo bo'lishni unutmang. Geosiyosiy qopqon. Bu yerda Washington mantig'ini tushunish muhim. Saudiya Arabistoni ko'p jihatdan o'zi yaratgan geosiyosiy qopqonga tushib qoldi. Yillar davomida Ar-Riyod AQShni Tehron bilan to'g'ridan-to'g'ri harbiy to'qnashuvga undab keldi. Ammo endi mintaqadagi asosiy dushman Eron Amerikaning kuchli bosimi ostida qolgan bir paytda Saudiya Arabistoni to'satdan o'zining noyob qiymatini yo'qotmoqda. U Washington uchun Eronning mintaqada kengayishini jilovlashda almashtirib bo'lmaydigan tayanch nuqtasi sifatida kerak bo'lmay qoldi. Tramp tizimida qirollik asosiy ittifoqchidan AQSh va Xitoy o'rtasida tanlov imkoniyatidan butunlay mahrum bo'lgan oddiy boy mijozga aylandi. Tramp ochiqchasiga ishora qilmoqda. Shahzoda Salmon vaziyat bunchalik tez katta urush darajasiga yetib borishini kutmagan edi. Natijada saudiyaliklar yangi voqealikka tayyor emasliklari ma'lum bo'ldi. Endi ularning xavfsizligi sheriklik emas, balki shartlarni faqat Oq uy belgilaydigan pullik xizmatdir. Muhammad bin Salmon uchun endi haqiqiy sinov vaqti keldi. Tanlov o'ta qat'iy. Yo Washingtonga mutlaq sodiqlik namoyish etish yoki mintaqaviy tartibsizliklar bilan yakkama-yakka to'qnashish. Asosiy xavf Trampning kutilmagan qarorlaridadir. U istalgan vaqtda urush yakunlanganini e'lon qilishi, o'z g'alabasini e'tirof etib, qo'shinlarni olib chiqib ketishi mumkin. Bunday ssenariyda AQSh o'zining chetga oladi. Beqarorlashgan Yaqin Sharqda to'planib qolgan barcha muammolar esa mahalliy yetakchilar va asosan yolg'iz qolgan Saudiya Arabistoni zimmasiga tushadi. Quincy kelishuvining inqirozi va shaxsiy nomus. Tramp ochiqchasiga ishora qildi. U Bin Salmonni buyuk yetakchi emas, balki hokimiyatni faqat AQSh qo'llovida tayangan omadli voris deb hisoblaydi. Uning ishlatgan qo'pol iboralari shahzodaning obro'siga qaqshatqich zarba bo'ldi. Yaqin Sharqda hukmdorning shaxsiy nomusi hokimiyatning poydevoridir. Bunday tahqirlash butun hukmron sulolaga nisbatan to'g'ridan-to'g'ri haqoratdek yangraydi va Saudiya elitasining noroziligini keltirib chiqarishi mumkin. Biroq bu hayratda qoldiruvchi so'zlar ortida ulkan geosiyosiy o'zgarish yotibdi. Tramp amalda 1945-yildagi tarixiy Quincy kelishuvini bekor qildi. Amerika kreyserida Franklin Roosevelt va qirol Ibn Saud o'rtasida tuzilgan ushbu yashirin ittifoq 10 yillar davomida barqaror neft evaziga qirollikka harbiy xavfsizlikni kafolatlab kelgan edi. Endi esa Tramp
AQSh saudiyaliklarning resurslariga boshqa bog'liq emasligini ochiqchasiga bildirmoqda. Bu o'yin qoidalarini tubdan o'zgartiradi. Washington majburiy sodiqlik strategiyasiga o'tdi. Trump endi murosa qilishni xohlamayapti. U shartlarni va narxlarni o'zi xohlagancha o'rnatmoqchi va Saudiya bunga ko'nishga majbur bo'ladi. Yaqin kelajakda biz Ar-Riyod tomonidan itoatkorlikning tashqi belgilarini, qurol-yarog' uchun yangi ko'p milliardlik xaridlar va Amerika infratuzilmasiga investitsiyalarni ko'rishimiz mumkin. Bu jarayonlar hali 2025-yil bahorida Trumpning Saudiya Arabistoniga tashrifi chog'ida boshlangan edi va hozir ular yaxshi niyat belgisidek ko'rinmoqda. Ammo bunday do'stlik shunchaki niqob. Butun dunyo ko'z o'ngida qilingan haqoratlar chuqur yashirin ziddiyat uchun zamin yaratmoqda. Bin Salmon haqoratlarni kechirmaydi va katta ehtimol bilan boy berilgan obro'sini tiklash uchun Xitoy va Rossiya bilan aloqalarni yashirincha mustahkamlashni boshlaydi. Tarixda bunday misollar bor. AQSh shahzodani mashhur saudiyalik jurnalist Jamol Xashshoggining o'limida ayblaganda, u Vladimir Putin bilan namoyishkorona yaqinlashib, o'zining muqobil ittifoqchilari borligini ko'rsatib qo'ygan edi. Yangrayotgan keskin bayonotlarga qaramay, har ikki tomon bir-biriga chuqur bog'liq bo'lib qolmoqda. Trumpga Amerika sanoati qo'llab-quvvatlash uchun Saudiyaning investitsiyalari, shahzodaga esa AQSh harbiy texnologiyalari, Eron bilan qarama-qarshilikda himoya hayotiy zarur. Yakun, javob qadami va asr kelishuvi. Rasmiy Ar-Riyod katta ehtimol bilan Trumpning haqoratlarini e'tiborsiz qoldiradi. Biroq parta ortida vaziyat keskinlashmoqda. Doimiy bosim Saudiya Arabistonini Xitoyning havo hujumidan mudofaa tizimlarini va ballistik raketalarni sotib olish orqali o'z mudofaa bozoridagi Amerika monopoliyasini butunlay tugatishga majbur qilishi mumkin. Bunga misollar bor. Hali Bayden ma'muriyati davridayoq qirollik Pekin tomon faol bo'rala boshladi. AQSh uchun bu xavfli signal. Qurol yetkazib beruvchining o'zgarishi neft-dollar tizimini parchalashi sari birinchi qadam bo'ladi. Tahlilchilarning tasdiqlashicha, Ar-Riyod allaqachon neftni boshqa valyutalarga sotish mexanizmlarini sinovdan o'tkazmoqda. Bu Washingtonning iqtisodiy hukmronligiga ochiqchasiga tashlangan chaqiriq bo'lib, Trump bunga javob berishga to'g'ri keladi. Ushbu o'yinda Ukrainaning Saudiya Arabistoni bilan mudofaa sohasidagi kelishuvi strategik jihatdan juda qulay vaqtda imzolandi. Shahzoda Salmon Trumpning Vladimir Zelenskiy bilan munosabatlari tarang ekanidan yaxshi xabardor. Shu bois Kiyev bilan faol hamkorlik qilish u uchun ommaviy haqoratlar uchun yashirin qasos olishning nozik usuliga aylanishi mumkin. Boshqa tomondan, Trumpning qo'pol bosimi aniq bir maqsadni ko'zlaydi. Saudiya Arabistonini Isroil bilan munosabatlarini normallashtirishga majbur qilish. Shahzoda uchun bu F-35 qiruvchi samolyotlarini olish va fuqarolik yadroviy dasturiga kirishning yagona yo'lidir. Bu mantiqqa ko'ra, prezidentning janjalli bayonotlari shunchaki hissiyot emas, balki asr kelishuviga tayyorgarlik ko'rinishning qat'iy psixologik usulidir. Asosiy savol ochiq qolmoqda. Ar-Riyod Amerika texnologiyalari uchun bu haqoratni indamay qabul qiladimi yoki AQSh raqiblari bilan namoyishkorona yaqinlashish yo'lini tanlaydimi?